bu kısmı çırayın o'zga. Do'stim buncha yaqin sen ko'zga. Rostini aytsam ojizman so'zga. Adab tutar yoshlagim. Og'abek bugun sen tug'ilgan kun. Kursumizning yana bir zabardast pahlavon demak talabalardan biri Og'abekjonning tavallud topgan kunlari. Shukrona kuningiz bilan mana biz hozir Shirin bozorning yonida 190-maktabning ochilish joyida biz sizni kutgan edik. Men ham sizlar bo'lsinki, siz hozir qatorimizda yo'qsiz, shunday bo'lsa-da biz onlayn tabriklamoqchimiz sizni. Mana kursdoshlarimiz hozir 50% kursdoshlarimiz yig'ilgan. Og'abek tabriklaymiz. Shu fursatdan foydalanib mana shu davrada sizni tabriklashni nasib qilibdi, mayli. Yaqinmi, uzoqmi? Muhimi qalban biz yaqinmiz. Sizni juda ham hurmat qilamiz. Siz demak shu kursning guruh sardorisiz, kursdoshlarni yetaklab yuribsiz. Yetaklamas to'g'ri ma'noda kurs sardori sifatida yetaklayapsiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Qolgan tilaklarni mana kursdoshlarimiz bir og'iz gapirib o'tib ketaman. Marhamat, Shavdat. Do'stim, tabriklayman. Eng yomon kuningizda ham shunday qarindoshlar bilan endi uyga ketyapsiz. Qarindosh urug'lar bilan, ustozlar bilan, do'stlar bilan birgalikda nishonlash nasib qilsin. O'ylab qo'ygan niyatlaringiz barchasi yetaversin. Yurakdasan, og'ay. Hamma bo'lgan gaplarga qo'shilamiz. Do'stlarga gap nasib bo'lsa. Keyingi tug'ilganlarni ham tabriklash nasib etsin. Do'stim, tabriklayman. Ham yuzga kirgan umringga, rizqingga Xudo baraka bersin. Elda xalq nazaridan tushma. Salim bo'l. Ijodingga omadlar tilaymiz. Ikki dunyo saodatini tilayman. Nima niyat qilgansiz, doim niyatlarga erishing. Do'stim, o'sha o'zingga aytgan gap. Tabriklayman. Tabriklaymiz. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak